Biz kimnidir jazolash bilan biror maqsadga erisha olmaymiz. Bizga yuborilgan so'rovga javob kerak. Chunki biz himoyani ta'minlashimiz kerak. Shaxsdor ma'lumot advokatga berilsin, olsin. Agarda uni suiiste'mol qilsa, boshqa uchinchi bir maqsadda foydalanganlik aniqlansa, marhamat sudga berilsin, etika komissiyasi chaqirsin, advokatlar palatasi shaxs komissiya ko'rib chora ko'rsin. Agar menga himoyam ostidagi shaxs kesimidagi hujjatlardan, jinoyat ishi materiallaridan nusxa berilmasa, savol hurmatli tergovchi, men bu insonni qanday himoya qilaman? Siz albatta tergovga xalaqit beradigan figurasiz. Siz himoyani to'laqonli qilasiz. Shu to'laqonli himoyaga erishmasligingiz uchun ham balki tergovchi bizga tanishtirmas bu narsani-da. Sud protsessi davomida o'sha mobil uyali aloqa moslamangiz bir tajovuzga uchraganmi, nima bo'ldi? Sud tomonidan olib qo'yilmoqchi bo'lgan holatmi? Sudya o'zining yordamchisiga farmoyish berdi. Advokatning telefonini oling dedi. Tushunmadim dedim. Ikkinchi marta oling telefonni dedi. Aytdim, hurmatli sudlovchi, meni telefonim daxlsiz. Bu konstitutsiyaga zid bu harakatingiz. Siz meni telefonimga olib qo'ymoqchisiz. Bu telefonimga tajovuz dedim-da. Siz oling deb bitta ko'rmoqchiman deyapti. Aytdim, ko'rishga ham haqqingiz yo'q telefonimda. Sizning qo'lingizda sanksiya bormi dedim. Faqatgina sanksiya bilan advokatning telefonini olib ko'rishingiz mumkin. Advokat va advokatura inson huquq va manfaatlarini himoya qilish olamida ishonchli va mustahkam zvenoga aylanishi, yoxud obrazli qilib aytganda, kuchli lokomotivga aylanishi shart. Biroq sohada shunday muammolar borki, ular haqida gapirmaslikni aslo iloji yo'q. Assalomu alaykum. Siz maxsus podkast loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Efirda men advokat Kamoliddin Bahoudin hamda hamkasbim Paralegal xalqaro advokatlik firmasi advokati Davron Ahmatov. Davron aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Kamolxon. Yana maxsus podkastda siz bilan uchrashib turganimdan xursandman. Xursandman. Bugungi mavzu gapirishga noqulaylik tug'dirmaydimi? Gapirishga tayyormisiz ayrim masalalar yuzasidan? Bugun professional faoliyatimizda qaysidir ma'noda tahlil qilamiz. Agar siz shu mavzuni ko'targan bo'lsangiz, advokat sifatida, demak, gapiradigan, maslahatlashadigan, fikrlashadigan masalalar borki, bu mavzu ko'tarilgan. Aktual bo'lganligi uchun ham. Ushbu mavzuda gapiradigan gaplaringiz borligi uchun ham shu mavzuni tanladim. Va suhbatimizni avvalini bir 10-15 daqiqa avval o'zim bilan yuz bergan holatga bog'lamoqchiman. Ya'ni suhbatimizni ruxsat bersangiz shundan boshlasam. Men advokatlik so'rovini yuborib, hali hanuz javobini ola olganim yo'q. Ya'ni go'yoki bu zapros, ya'ni advokatlik so'rovi qayergadir g'oyib bo'lgan, yo uni kimdir e'tiborga olmayapti, yoxud javob berishni istamadi. O'zi umuman advokatlik so'rovini yuborish, advokatlik so'roviga javob olish borasida bitta menda muammo bormi, yo sizda ham shunga o'xshash muammolarga duch kelganmisiz? Advokatlik so'rovi va unga nisbatan bo'lgan munosabat, o'z vaqtida berilayotgan javoblar, berilmayotgan javoblar va umuman javob berishni rad etish holatlari kuzatiladimi, yo'qmi? Bu muammo nafaqat sizda yoki menda, balki juda ko'p advokatlarda mavjud. Ya'ni buni tizimli muammo desak ham bo'ladi. Ya'ni advokatlik so'roviga o'z vaqtida sifatli ma'lumot yoki hujjatlarni olish. Ya'ni bu ham qaysidir ma'noda advokatlik faoliyatiga to'siq hisoblanadi. Agarda advokat o'zi ish uchun ahamiyatli bo'lgan hujjatlarni, ma'lumotlarni o'z vaqtida sifatli ola olmasa. Ya'ni misol keltirishimiz mumkin. Meni o'zimda professional faoliyatimda ham oxirgi 6 oyda oladigan bo'lsak ham juda ko'p uchrayapti. Ya'ni advokatlik so'roviga javob olishimizga qiyinchiliklar, bu birinchi ma'noda bugungi kunda juda aktual bo'lib qoldi, shaxsga doir ma'lumotlar. Ya'ni shaxsga doir ma'lumotni ro'kach qilgan holda davlat organlari, ayrim davlat organlari tomonidan advokat so'ragan hujjatlar yoki ma'lumotni bermaslik holatlari uchramoqda. Ya'ni masalan oladigan bo'lsak, o'tgan yillarda bizlar kadastr organlaridan ma'lumotlarni o'sha himoyamiz ostidagi bo'lgan shaxsni himoya qilish maqsadida ma'lumotlarni o'z vaqtida olar edik. Mana bu yildan boshlab holatlar juda ko'paydiki, advokatlik so'roviga kadastr organlari tomonidan bu shaxsga doir ma'lumot, ya'ni shaxsga doir ma'lumot to'g'risidagi qonunning 28-moddasiga asosan shaxsga doir ma'lumot bo'lganligi uchun bu ma'lumot sizga bera olmaymiz degan shablon javob olyapmiz. Ya'ni agarda gaplashadigan bo'lsak boshqa advokatlar bilan ham, ya'ni bu juda ko'p advokatlarning faoliyati uchrab turibdi. Ya'ni bu bizga nega kerak? Muayyan bir himoyamiz ostidagi shaxsni himoya qilish uchun zarur bo'lgan hujjatlar, dalillarni yig'ish uchun kadastrga murojaat qilyapmiz. Kadastr organi shaxsga doir ma'lumotni bermayapti. Yana bir narsaga duch keldik. Yaqinda biz o'zimizni himoyamiz ostidagi shaxsni familiya ismini ko'rsatib, uni orderini ilova qilib, shu shaxsga doir buning nomida
qanaqa mol-mulklar mavjudligi to'g'risida advokatlik so'roviga borsak, shaxsga doir ma'lumot deb o'zimizni mijozimiz haqida hattoki ma'lumot berishdan bosh tortildi. Shaxsga doir ma'lumot deb. Bundan tashqari ham bitta misol keltirishimiz mumkin. Yani bu keyingi misol, ikkita xo'jalik yurituvchi subyekt biri bilan shartnoma qilyapti. Biri buyurtmachi, ikkinchi ijrochi. Buyurtmachi buyuryapti, ijrochi qanaqadir bir texnik ko'rikdan o'tkazib berish kerak bo'lyapti bir binoni. Natijada o'tkazib berilyapti. Biza o'zimizni mijozimiz manfaatida, himoya bo'lsa shaxs manfaatida advokatlik so'rovi yuboryapmiz. O'sha texnik ko'rikdan o'tkazgan tashkilotga ham tadbirkorlik subyekti. Hamma tadbirkorlik subyekti. Ma'lumot bering, mana shunaqa hujjatlarni taqdim qilishni so'raymiz yoki ma'lumot berishni so'raymiz deb orderlarni ilova qilib yuborsak, bizga javob kelyapti. Men sizga ma'lumot bera olmayman. Sababi deydi, buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi shartnomamizda ma'lumotlarni berish bu maxfiy hisoblanadi. Uchinchi shaxslarga berilmaydi deb punktimiz bor deb javob qaytaryapti. Endi aytayapman, bu tijorat siri to'g'risidagi qonun bor yoki davlat siri to'g'risidagi qonun bor. Bu na davlat siri, na tijorat siri. Ikki tadbirkor o'rtasida shartnomada bu maxfiy deb ketar ekanda, hech kimga ma'lumot bermas ekan. Albatta biz bu javobdan norozi bo'ldik. Sudga murojaat qilyapmiz. Advokatlik so'roviga javob bermaganlik munosabati bilan ma'muriy ish qo'zg'atish, ma'muriy javobgarlik tortish masalasini hal qilish bo'yicha sud bizani javobgarni fikr bilan kelishyapti. Endi bular shartnomada maxfiy deb ketgan ekanda ma'lumotlarni berishdi. Biz bera olmaymiz, sizlarga olib bera olmaymiz. Bu ma'muriy javobgarlik tarkibini bermaydi, deyapti. Endi savol tug'ildi, sudga savol berdim. Hurmatli sud, endi har qanday tadbirkorlik subyekti shartnoma qilsa, tovar olish, sotish, xizmat ko'rsatish, o'zi ishlar bajarish, xizmatlar ko'rsatish yoki tovarni yetkazib berish 3 xil turdagi odatda shartnomalar bo'ladi. Bu holatda yozib ketsa, o'rtamizdagi munosabatlar maxfiy, hujjatlar maxfiy, uchinchi shaxs so'rasa bermaymiz deb ketsa, demak biz ololmas ekanmiz deyapman. Endi ololmaysiz, unaqa bo'lsa biz bermagani to'g'ri deyapti. Hozir eng muhimi, sud shartnomada bu ma'lumotlar maxfiy saqlanishi bilan bog'liq shartlashuvni asos qilib olyapti. Asos qilib olib bizaga rad qilganligini asosli deb topayapti. Va advokatga bermagan, to'g'ri qilsam bermasdan berish kerak emas ekan. Apellyatsiya berdik bu qarordan norozi bo'lib. Apellyatsiya ham kuchli qoldirdi, birinchi instansiyaga kelishyapti. Ya'ni bu holat biz qanday qilib hujjat olishimiz mumkin? Qanday qilib biz sudga yoki sud oldi harakatlarni amalga oshirib tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin bu holatda? Qani Davron aka, hozir qo'qqisidan suhbatimiz avvalida advokatlik so'rovidan bejizga boshlamadim. Balkim qaysidir ma'noda bunga sabab biroz perfeksionist, ya'ni hamma narsa ideal va mukammal bo'lishi kerak deb o'ylaganimdandir. Chunki nima uchun so'rov haqida gap ko'tarildi? Berilgan advokatlik so'rovimga haligacha javob ololmaganligim, ammo ayblov taraf birinchi imkoniyatdayoq, birinchi berilgan deylik talabni o'zidayoq o'sha ma'lumotni muammolarsiz olishi shaxsan menga biroz noqulaylik va muammo tug'diradi. Ya'ni himoyani qurishingiz uchun kerak bo'lgan zaruriy ma'lumotni siz o'z vaqtida ola olmaysiz, biroq yoki umuman ola olmaysiz. Yoki umuman, meni misolimda hali ola olganim yo'q. Demak, umuman ola olmaysiz, ammo ayblov taraf shunga o'xshash ayrim so'rovlarni yoki bo'lmasam talablarni allaqachon bir nechtasini olishga ulgurgan bo'ladi. Vaholanki bu narsa keyinchalik sizni ayblov tarafdan ancha ortda qolishingizga sabab bo'ladi. Ya'ni siz 5-6 qadam ortdasiz. Bu esa qaysidir ma'noda tenglik prinsipiga zid emasmikan degan xayol meni qiynaydi. Shu uchun ham suhbatimizni avvalini aynan advokatlik so'rovidan boshladim. Sizda ham bir dunyo dard bor ekan, aniqrog'i bir qancha holatlar, real holatlar, ya'ni amaliyotdagi uchragan muammolar. Chunki bu haqda men hattoki Telegram kanalda post qo'ydim. Yuborgan advokatlik so'rovimga javob qani? Chunki boshqa iloji qolmayapti. To'g'ri, advokatlik so'roviga javob bermaslik yoxud noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etganligi uchun ham ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilgan. Biroq bu masalaning yechimi emas. Advokatlik so'roviga javob berilishi kerak. Biz kimnidir jazolash bilan pirovard maqsadga erisha olmaymiz. Bizga yuborilgan so'rovga javob kerak. Chunki biz himoyani ta'minlashimiz kerak. Ya'ni bir narsani to'g'ri aytdingiz, biza har doim shaxsni himoya qilamiz. Advokat inson huquqlarini himoya qilish, inson huquqlariga oid institutlardan bittasi hisoblanadi. Endi biz shaxslarni himoya qilsak, fuqarolarni himoya qilsak, endi biz so'ragan narsa albatta shaxsga doir bo'ladi-da. Endi biz shaxsni himoya qilamiz-da, masalan, predmetni himoya qilmaymiz yoki hayvonni himoya qilmaymiz. Faqat insonni himoya qilamiz. Yoki yuridik shaxs manfaatlarini ifodalaymiz, himoya qilamiz. Endi shaxsni, fuqaroni himoya qilganimizda
unga nisbatan ikkinchi tarafda ham fuqaro qarshi harakat qilgan bo'lsa yoki jinoyat sodir qilgan bo'lsa, albatta biz so'ragan narsa har doim shaxsga doir ma'lumotga borib taqaladi. Endi har bir organ shaxsga doir ma'lumotni maxfiyligini ro'kach qilib bizga ma'lumot bermaydigan bo'lsa, biz qanday tenglik prinsipi bo'ladi bu yerda? Endi bu bir tarafdan yechim emas-da. Hozir aksariyat davlat organlari shaxsga doir ma'lumot deb shablon xat tayyorlab qo'ygan. Shablon xatni shunday qo'lingizga tutqazadi har safar. Endi bu to'g'ri, bir tarafdan shaxsga doir ma'lumot to'g'risida himoya qilish to'g'risida qonun qabul qilindi. Shaxsga doir ma'lumot bu sir saqlanish kerakligi, tarqatganlik javobgarligi belgilandi. Bu degani advokatlarga berish kerak emas degani emas-da. Masalan, tergov organiga beryapti, xohlagancha. Sudga beradi, xohlagancha so'ragan narsasini muddatida, vaqtida taqdim qiladi. Endi advokat teng huquqli subyekt bo'lsa, bu inson huquqlari institutlarining ichida, endi bu jinoyat protsessining teng huquqli subyekt bo'lsa, sudda teng huquqli subyekt bo'lsa, nega sud oladi, tergov oladi, advokat ola olmaydi? Endi bu yerda yechimi masalan bitta narsa deb ko'ramiz. Shaxsga doir ma'lumotni himoya qilish kerak, lekin bizni ham professional faoliyatimiz litsenziyalangan. Oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan shaxs, muayyan ish stajiga ega bo'lgan shaxs, advokatlar palatasi a'zosi bo'lish uchun imtihon topshiradi, malaka hay'atida imtihondan o'tadi va litsenziya oladi. Va litsenziya talabini buzganlik uchun javobgarlik bor. Etika qoidalari belgilangan. Advokatura to'g'risidagi qonunda, advokatlik faoliyat erkinligi to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yibdi advokatning majburiyatlari, huquqlari. Endi shaxsga doir ma'lumot advokatga berilsin, olsin. Agarda uni suiiste'mol qilsa, o'sha olgan ma'lumotini, o'sha o'zini mijozini yoki himoya ostidagi shaxsni himoya qilishdan boshqa uchinchi bir maqsadda foydalanganlik aniqlansa, marhamat, etika qoidalariga buzganligi uchun, shaxsga doir ma'lumot oshkor qilganligi uchun advokat javobgar bo'lsin. Litsenziyasidan bekor bo'lsin, litsenziyasi to'xtatilsin kerak bo'lsa-da. Lekin totalni bermaslik bu bir tarafdan nafaqat advokat huquqlarini, balki himoyaga muhtoj bo'lgan boshqa O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlarini poymol bo'lishga olib kelyapti. Bu yog'i borda, demak bizning faoliyatimiz litsenziyalangan bo'lsa, bizda tahdid bor, xavf bor. Agar talabni buzib qo'ysam, litsenziyaga mosuvo bo'laman. Demakki, bizda ham risk bor ekanmi? Advokat oqil bo'ladi, professional faoliyatda ishlatadi faqatgina. Uchinchi shaxsga bermaydi, uchinchi bir maqsadda ishlatmaydi. Aniqlansa, marhamat sudga berishsin, etika komissiyasi chaqirsin, advokatlar palatasi shaxs komissiya ko'rib, chora ko'rsin. Marhamat, bu institutlar bor. Nega endi bizga berishdan qo'rqishadi yoki berishmayapti? Qachonki uni yechimi bo'lsa, qarang, total to'xtatish bilan bu yechim bo'lmaydi. Hozir javobgarlik masalasini ko'tardingiz. Haqiqatdan ham deylik ayblov va deylik himoyaga ajratadigan bo'lsak, ushbu ma'lumotlarni ayblov uchun taqdim qilayotgan vaqtda istalgan o'sha idora, korxona, o'sha davlat organlari hech qanday muammolarsiz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim qiladi va uni tarqalib ketmasligi, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlar uchinchi shaxsga yetkazilmasligiga ishonadi. Ammo advokatga taqdim qilishda bunday ishonch nega yo'qolyapti? Yo advokatlar shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatish bilan shug'ullanganlik holati keskin oshib ketganmi? Biron bir statistika bormi? Ya'ni bu borada agarda buzuq va xunuk statistika bo'lsa, buni sabab qilib ko'rsatish kerak. Chunki 100 ta holatdan 88 tasida shaxsga doir ma'lumotlar aynan advokatlar tomonidan tarqatilgan. Shu sababli ham ma'lum bir muddatga deylik cheklov o'rnatilgan deymizmi? Ya'ni har qanday taqiqni zamirda asos bo'lishi kerak. Ayblov uchun muammosiz berilayotgan ma'lumotlar, kechirasiz, insonni himoya qilayotgan taraf uchun ham berilishi kerak va oqibat uchun hozir mana javobgarlik masalasini aytib o'tdingiz. Advokat kerak bo'lsa javob beradi. Jinoiy javobgar bo'lsin. Jinoiy javobgar bo'ladi yoki bo'lmasa litsenziyasini to'xtatish yoki uni bekor qilish masalasi ham kun tartibiga qo'yilishi mumkin. Nima uchun berilmaydi? Javobgarlik bor-ku. Qarang, to'g'ri masalani ko'tardingiz, haqiqatan statistika bormi debda. Men bilmayman bunaqa statistikani. Eshitmaganman. Shaxsan eshitmaganman. Na Oliy suddan yoki Bosh prokuraturadan yoki Advokatlar palatasi tomonidan aynan shunga oid statistika yuritilganligi yoki ochiq manbalardan advokatlar tomonidan shaxsga doir ma'lumotlar oshkor qilinganligi natijasida kimdir manfaatiga zarar yetkazganligi, huquqlari buzilganligi yoki moddiy zarar yetkazganligi holati bo'yicha ma'mur yoki jinoiy ish qo'zg'atilganligi advokatlarga nisbatan shaxsga doir ma'lumot suiiste'mol qilganligi holati bo'yicha yoki etika qoidalarini buzganligi ayni masalan mana shu predmet doirasida ko'rib chiqilib, qaysidir advokat litsenziyasi sud orqali bekor bo'lganligi holatini bilmayman, eshitganim yo'q. Ochiq manbalarda o'qiganim ham yo'q.
Agarda bo'lsa, albatta biz internet bor, gazeta jurnallar bor, onlayn internet ro'znomalar bor, ko'rgan bo'lar, bilgan bo'lar edik. Bu statistika yo'q bo'lsa, demak, bunaqa holatni o'zi yo'q bo'lsa kerak. Men ko'rganim yo'q. Mana siz ham ko'rmagan ekansiz. O'qiganim ham, eshitganim yo'q. Da. Bu haqdagi nimalar? Demak, nega xavf bunaqa? Biz qanday qilib himoya Xavotir qilishimiz- nimadan iborat? Nega biz qanday himoya qilishimiz mumkin? Когда tergov bu hujjat hammasi qo'lda turibdi, sudni qo'lda turibdi. Nega biza himoyani birinchi kundan boshlab bu ma'lumotni ola olmaymiz? Yana bir holatga to'xtalmoqchiman. Mana bugun qo'ng'iroq qilib ham aniqlashtirdim. Jinoyat ishi doirasida advokat deylik, keling o'sha jinoyat ishi yo'l transport hodisasi bilan bog'liq bo'lsin deylik va xohlaysizmi yo'qmi, ish holatlariga aniqlik kiritish uchun trassologik va avtotexnik ekspertiza tayinlanadi va tadqiqot o'tkaziladi. Albatta. Bugun bundan avval men yozma ravishda javob olgan edim, rad javobini. Bugun qo'ng'iroq orqali nimadir o'zgargan bo'lsa kerak va qabilida ish tutib qo'ng'iroq qildim, ammo menga yana bir karra shu qoidani eslatishdi. Jinoyat ishi doirasida advokat deylik, so'roviga asosan tadqiqot o'tkazilmaydi. Bu surishtiruv, tergov va sudning ishi. Siz tadqiqot o'tkaza olmaysiz. Mutaxassis fikrini berishimiz mumkin, ammo aynan jinoyat ishi doirasida sizga tadqiqot o'tkazib, ekspertiza xulosasini bera olmaymiz degan mazmundagi javobni berishdi. Ammo arizachini arizasi bilan bu xatti-harakat amalga oshirilishi mumkin degan javobni olyapman. Shu yerda ham menda o'rinli savol tug'ilyapti. Nima uchun bu borada yana advokatlarga nisbatan cheklov bor? Ya'ni advokat so'roviga asosan tadqiqot o'tkazilsa, qaysi norma buziladi yoki qaysi prinsip muvozanatdan chiqib ketadi? Bu cheklovni ham juda ko'p adabiyotlarni titkiladim, qanaqadir asosli bir sababni ko'rmadim. Ammo ishimda sezilarli xalaqit qilganligini his qildim. Ya'ni sizni nimanidir isbotlash, nimagadir aniqlik kiritish, obrazini aytganda sudga bu borada yordam berish imkoniyatini ham cheklaydi. Ya'ni siz o'sha himoya qilayotgan shaxsni aslida uni aybi u qadar yuqori emasligi yoki umuman aybdor emasligini isbotlashingiz kerak bo'lgan ayrim richaglar deylik, sizda mavjud emas. Bor, ammo ishlata olmaysiz. Mana shu cheklovlar ham qaysidir ma'noda menimcha bugungi mavzumiz doirasida, ya'ni professional faoliyatimiz davomidagi sun'iy baryer, sun'iy to'siqlarga menimcha kirsa kerak. Bu narsani yechimini albatta biz Jinoyat protsessual kodeks tartibida yoki boshqa normativ huquqiy hujjatlar doirasida hal qilishni juda ham istagan bo'lardim. Chunki har qanday ishga kirishdan oldin, mana sizni ham kuzataman, har bir kelayotgan mijoz va har bitta protsessda o'sha muammoni o'zingizniki qilib ishtirok etasiz sudda. Go'yoki u masala, bu muammo sizniki. Agar yetarli kuchlar bilan, yetarlicha o'sha richaglar bilan himoyani ta'minlay olmasangiz, bu faoliyatning jozibasi menimcha yo'qoladi. Jozibadorlik, men advokat va advokat o'radim. Shunday. Ekspertiza masalasi bo'yicha yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Yaxshi masalani qo'ydingiz. Ya'ni sizni amaliyotingizdan kelib chiqqan holda, qarang, sizga berilgan javobda siz advokat sifatida jinoyat ish doirasida tadqiqot o'tkazirish bo'yicha murojaat qila olmaysiz. Ekspert xulosasini ola olmaysiz. Faqatgina fuqaro arizachi yozsa, ko'rib chiqamiz, tadqiqot o'tkazamiz deyapti. Endi ekspert oldiga qanaqa savol qo'yish kerakligini, ballistik ekspertizami, trassologik ekspertizami yoki bu sud tibbiyot ekspertizasimi, sud buxgalterik ekspertizami, uni qaysi ekspertiza turini tanlashni faqat siz bilasiz. Endi ekspert oldiga qanaqa savol qo'yish siz bilasiz. Va bu nega kerak ekanligini advokat biladi. Bu bilgan odam bera olmas ekan, fuqaro berar ekan, lekin u hujjatni kerak ekanligini savollarni siz qo'yasiz-da, lekin siz bera olmas ekansiz. Oqilonalik qanida? Ya'ni har qanday cheklov bo'lganda mantiq deymizmi? Oqilona bo'lish kerak bu cheklov. Shuning uchun bu holatda ham yana advokatni huquqlarini cheklanishiga va himoyani kech qolishiga, o'z vaqtida murojaat qila olmasligiga, nega bizga fuqarolik, iqtisodiy ma'mur ishlar doirasida murojaat qilishimiz vakolatimiz bor ekan, imkoniyatimiz bor ekan, jinoyat ishi doirasida nega? Jinoyat ishlari ko'p. Jinoyat ishida aynan kerak fuqaroni ko'proq himoya qilish balki. Chunki uni hayoti bilan bog'liq xavf turibdi. Uni ozodligi bilan bog'liq bo'lgan xavf turibdi. Bu holatda albatta advokatda huquq bo'lishi kerak. Ekspertiza muassasasiga murojaat qilib, jinoyat ish doirasida har qanday ekspertiza o'tkazishni iltimos qilib, unga erishishga. Eng qizig'i, Davron aka, sud jarayonida ayrim sudlar ekspert oldiga ish uchun muhim bo'lgan, o'sha muhim ahamiyat kasb etadigan savollar qo'yilmaganligini tan olishadi. Ya'ni ishni mohiyatini ochib beradigan savollar qo'yilmagan. Ekspert oldiga u aniqlashi shart bo'lgan holatlar yuzasidan savol qo'yilmagan deydi. O'sha biz himoya qilayotgan shaxs ekspertizaga ariza yuborayotgan vaqtda siz aytgandek, ekspert oldiga qanday savollar qo'yilishi kerak va qanday savollarning javobi ishni hal qilishga xizmat qilishini bilmasligi mumkin. Advokatni aynan mana shunday
paytda ariza bilan murojaat qilishni o'rinli deb hisoblayman. Chunki siz aynan qanday turdagi ekspertiza tayinlanishini va ekspert oldiga qanday savollar qo'yilishi kerakligini himoyangiz ostidagi shaxsga nisbatan yaxshiroq bilasiz. Buni tan olishimiz kerak. Ammo sizni bera olmasligingiz bu yana bir sun'iy baryer. Siz aytgandek, har qanday cheklov zamirida asos va u oqilona bo'lishi kerak. Ya'ni u cheklov bilan kelishishimiz kerak. Haqiqatan bu cheklovning borligi, mavjudligi qaysidir ma'noda to'g'ri degan xulosa bo'lishi kerak. Ammo bizda tasdiqlashdan ham ko'ra ko'proq ta'jub ko'proq. Yaxshi urg'u berib o'tdingiz, ya'ni savollarni jismoniy shaxsni yoki himoyamiz ostidagi shaxsni to'g'ri qo'ya olmasligi oxir-oqibat baribir odilsizlovga ta'sir o'tkazadi. Yana bir holatga e'tiboringizni qaratmoqchiman davrondagi. Bu masalani ham ko'p muhokama qilganmiz. Mana yaqinda Olmaliq shahrida maxsus prokuraturada bir ishimiz ko'rib chiqildi, aniqrog'i tergovda. Hozir sud jarayoni davom etyapti. Hozir men sud ishi haqida ma'lumot bermoqchi emasman, u yakuniga yetgani yo'q, ammo yana o'sha tergovchi bilan himoyachi o'rtasidagi bahs. Jinoyat protsessual kodeksining 53-moddasi, ya'ni ish hujjatlari bilan tanishib chiqishga monelik qilish, to'sqinlik qilish yoki umuman hujjatlardan nusxa bermaslik. Men hozir butun tergov organiga va uni xodimlariga hurmat saqlagan holda gapiraman. Men o'sha yerda keskin savolni qo'ydim. Agar menga himoyam ostidagi shaxs kesimidagi hujjatlardan, jinoyat ishi materiallaridan nusxa berilmasa, savol hurmatli tergovchi, men bu insonni qanday himoya qilaman? Nimaga asosan himoya qilaman? Sizgacha qanaqa ko'rsatuv berganligini bilmaysiz. Albatta. Va ko'rsatuvlar haqiqatan tushganmi, tushmaganmi? Masalan, siz bugun ishga kirishdingizda, u demak bir oy tergovda bo'lgan bo'lishi mumkin, 2 oy tergovda bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizgacha u qanaqa ko'rsatuv berganligi, ko'rsatuvlar to'g'ri tushganmi, o'zgartirilganmi, o'z holidanmi, qanaqa savollarga qanaqa javob berganligini bilishingiz kerak-ku. Jinoyat protsessual kodeksini 53-moddasini ochib tergovchi bahsga kirishyapti advokatlar. Meni maqsadim u yerda kimnidir bilimini sinovdan o'tkazish emas. Azbaroq himoyam ostidagi shaxsni himoya qilishda menga imkoniyatlar berilsin. Chunki siz jinoyat ishi materiallari bilan tanishmas ekansiz, u bergan ko'rsatmalarni o'qib tanishib chiqmas ekansiz, siz himoyani nimani asosga qurasiz? Tergovchi jinoyat protsessual kodeksini ochib men bilan bahslashyapti va u yerda biz o'qiyamiz o'sha moddani. Siz himoya qilayotgan gumonlanuvchi bo'ladimi, guvoh bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, siz himoya qilayotgan shaxs kesimidagi hujjatlar bilan deyapti va butun jinoyat ishi materiallari bilan jinoyat ishi tamomlangandan keyin, ya'ni bu yerda siz himoya qilayotgan shaxs kesimida siz o'sha tergov jarayonini o'zida tanishishingiz mumkin, ammo butun jinoyat ishi materiallari bilan tergov tamomlangandan keyin bu yerga yo aniqlik kiritish kerak, yo o'sha ochib qo'yilgan tuynukni yopish kerak. Chunki aynan mana shu normani, mana shu moddaning noto'g'ri talqin qilinishi jinoyat ish materiallaridan mayli o'sha himoya qilayotgan shaxs kesimida hujjatlarning berilmasligi sabab bo'lyapti. Nega bermaysiz? Bera olmayman. Nima uchun bermaysiz? Unda jarayonga advokatni jalb qilma qilasiz. Agarda siz menga tanishish imkonini bermasangiz, men bu odamni nima hisobiga himoya qilaman? Bera olmayman. Miyig'ida tabassum. Endi shunga o'xshash holatlar, bu hozir suhbatimizning asosiy predmeti emas. Nima uchun advokatni ish hujjatlari bilan tanishib chiqishiga, o'sha himoyasi ostidagi shaxs kesimida tanishib chiqishiga monelik bor. Men nafaqat hozirgi tilga olgan maxsus prokuratura kesimida, umuman joylarda kuzatamiz. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun advokatni ish hujjatlari bilan tanishishi bu qadar vahima bilan qabul qilinadi? Mumkin emasmi? Chunki siz advokat har doim tergovda tergovchiga opponent bo'ladi. Ya'ni tergovchini maqsadi jinoyat ishini sudga olib chiqish bo'lsa, ayblovni qo'llab-quvvatlash va qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida ushbu jinoyat ishini sudga olib chiqish, ayblov xulosasi bilan bu jinoyat ishi haqiqatan sodir bo'lganligini tasdiqlashga harakat qilayotgan bo'lsa, albatta advokat keladida buni o'zini himoya ostidagi shaxsni aybsiz ekanligini va isbotlashga tergov davrida harakat qiladi yoki mavjud hujjatlarni yig'ib sudda harakat qiladi. Ya'ni siz albatta tergovga xalaqit beradigan figurasiz. Shuning uchun agar sizga o'sha siz mijoziy tomonidan yoki himoyangiz ostidagi shaxs tomonidan berilgan ko'rsatuvlarni qanaqa pokazaniya bergan, qanaqa ko'rsatuv bergan, yuzlashtirishda qanaqa savollarga javob berganligini berib qo'yadigan bo'lsa, siz himoyani to'laqonli qilasiz. Shu to'laqonli himoyaga erishmasligingiz uchun ham balki tergovchi bizga tanishtirmas bu narsani-da. Bu mana shu holat tenglik prinsipiga zid emasmi? Tenglik biz gapirayotgan tenglik prinsipiga. Bu tenglik prinsipiga zid, chunki siz o'zingizni himoyangiz ostidagi shaxs bilan bog'liq bo'lgan tergov harakatlari haqida ma'lumot olishga, u bergan ko'rsatuvlari bilan tanishishga, uni ishtirokida sodir qilingan tergov harakatlarini bayonnomalari bilan tanishishga haqqingiz bor.
demak bermayotgan bo'lsa tergovchi xohlamayapti sizni bu bilan tanishishiga va sizni lozim darajada himoyangiz ostida shaxsiy himoya qilishingizni. Hozir mana bu holatni juda ko'p turmoqchi emasman. Demak, xulosa qilishga haqqimiz bor. Agar siz himoya qilayotgan shaxs mijozga aloqador tergov harakatlari bilan bog'liq jinoyat ishi materiallari berilmayotgan bo'lsa, sizni bu holatdan xabardor bo'lishingiz va o'sha siz olgan ma'lumotlar kesimida yoki ma'lumotlar doirasida himoya qurishingizdan manfaatdor emas. Chunki siz u hujjatni olgandan keyin tanishib chiqasizda shikoyat yozishingiz mumkin. Yuqori turuvchi prokurorga yoki bosh prokurorga yoki tergov organlari rahbari ishchilar bo'ladigan ishchilar organiga murojaat qilishingiz mumkin. Vazirga yoki IIBni boshlig'iga murojaat qilishingiz mumkin. Tergovchining qarorini qayta ko'rib chiqish masalasini ko'tarishingiz mumkin. Ya'ni JPKda bu huquq bor. Yuqori turuvchi prokurorga, yuqori turuvchi rahbariga bu shikoyat berishingiz mumkinmi? Shuning uchun hamki bu to'siq qo'yilyapti sizga nisbatan bu hujjatlarni yakunda olasiz. Chunki agar bitta holat bo'lganida, ikkita holat bo'lganida bu haqda katta ehtimol bilan gapirmagan bo'lardi. Ammo har 3ta keysimiz, har 3ta ishimizning birida tergovchi bilan shu masalada tortishyapmiz. Ochig'i bu har doim tortishuv konsentratsiyani yo'qotadi. Siz asosan e'tiboringizni himoyaga emas, mana bu protsessual normalarni to'g'ri qo'llash yoki noto'g'ri qo'llanayotganlik bilan bog'liq bahsli holatga sarflab qo'yamiz energiyamiz. Chunki tergov harakatlari sizdan kuch talab qiladi, energiya talab qiladi. Ammo ana shu kuchni, energiyani behuda narsaga sarflab qo'yib, ba'zan himoyadan uzoqlashib qolyapmiz. Bu esa konfliktning yuzaga kelishiga yoki o'sha dahanaki jang deymiz. So'z, emotsiyalar orqali tortishuvga kirishimizga sabab bo'lyapti. Himoyachi kodeksda ham menimcha shu qoida ko'zda tutilgan. O'zi himoya qilayotgan shaxs bilan bog'liq tergov harakatlari o'tkazilgan bo'lsa, jinoyat ish materiallaridan nusxa olmasa, u qanday himoya qiladi? U ritorik savol. Himoya qila olmaydi. U sizga nisbatan tergov siri hisoblanmaydi. Ya'ni siz u odamni himoya qilyapsiz. Ko'rsatuvlari sizga nisbatan tergov siri emasda. Bu vaj bilan ham inkor eta olmaydi. Mantiq borda bu yerda. U bergan ko'rsatuvni sizga holi uchrashganda og'zaki aytib berishi mumkin. Nima deb savollarga javob berganligini, qanaqa ko'rsatuv berganligini, bu demak sizga sir emasda. U bergan ko'rsatuvlari. Demak siz o'sha bergan ko'rsatuvlarni qog'ozga qanday tushirilganlik holati bilan uni olib tanishingiz mumkin-da. Shu o'rinda aynan bu protsessual huquq ekanligi va shubhasiz ko'chirma nusxalar olish mumkinligini bizga ma'lum qilib, bu so'rovga, bu iltimosga deylik adekvat javob berayotgan tergov organi xodimlariga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki bu qaysidir ma'noda prosesni o'z vaqtida va o'z yo'nalishi bo'ylab ketishini ta'minlaydi. Bizni e'tiborimiz bo'linmaydi. Ya'ni ish uchun ahamiyati bo'lmagan ayrim holatlarga bo'linmasligiga yoki chalg'imasligimizga olib keladi. Shunda holatda bir narsani qayd qilmoqchi edim. Ya'ni bu ilgari ham ko'tarilgan edi. Biz ham ko'targandik. Ya'ni nega masalan davlat organlari bor, vazirliklar bor, idoralari bor, qo'mitalari bor, agentliklar bor, davlat boshqaruv organlari bor, mahalliy davlat hokimiyat organlari bor. Ularni qarorlarini haqiqiylik masalasini yoki bekor qilish masalasini sud tartibida nizolashish mumkin. Biz nizolashamiz, bor shunday ishimiz. Ammo shuning uchun ham ma'muriy sudlar tashkil qilingan, davlat organlari qarorlarini qonuniylik masalasini ko'rib chiqadigan. Endi nega bizda tergov organini, tergovchini yoki prokuror nazorat hujjati yoki tergovchini qarorini nizolasha olmaymiz? Sud tartibida o'zi bu nizolashadigan hujjatmi yoki qayerdadir taqiq bormi ekan? Masalan, jinoyat protsessual kodeksdami yoki ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonundami, prokuratura to'g'risidagi qonundami qayerdadir taqiq bormi? Prokuror nazorat hujjatlarini yoki prokurorning qarorini, tergovchining qarorini sen nizolasha olmaysan. Faqatgina yuqori turuvchi qila oladi. Faqatgina yuqori turuvchi ko'rib chiqa oladi. Lekin sud emas. Har qanday hujjatni sudda nizolash kerak mumkinligi bu umumbashariy prinsipda bu. Uni muhokama qilib yo to'xtang, o'ylab ko'rishimiz kerak deb bo'lmaydi. Har qanday hujjat sudda nizolashilishi kerak. Uni haqiqiyligi va bekor qilish masalasi. Endi nega bizda tergovchining qarori, prokurorning qarorini biz sudda nizolasha olmaymiz? Nega bu huquq bizda yo'q? Bu ritorik savol emas, bu savol. Bunga javob topishimiz kerak. Bu jonli, og'riqli savol. Shundagina balki tergovchi qabul qilgan qarorni qonuniyligi masalasiga oydinlik kirita olamiz. Masalan, tergov sudlari tashkil qilindi. Tergov sudyalari, ya'ni asosan biz sanksiya masalasida ularning faolligini ko'ramiz. Lekin balki tergovchining qarorini, prokurorning qarorini
nizolashish masalasini mana shu tergov sudyalariga olib berish kerakdir. Shundagina balki biza tergovda tom ma'noda o'sha tergov sudyalarini huquqlari kengaygan bo'lar edi deb o'ylaymiz. Ya'ni bu tergovchi bir noqonuniy qaror qabul qilgan bo'lsa, har qanday shaxs adashadi. Biz ayta olmaymiz tergovchi adashmaydi yoki prokuror adashmaydi deb. Demak, bu himoyani nazarida bu nizolashadigan qaror bo'lsa, haqiqiy emaslik alomati bo'ladigan bo'lsa, demak buni sudda nizolash kerak va o'sha tergov sudining sudyasi uni ko'rib chiqib qonuniyligiga baho berish kerak. Bu juda katta institut. Siz to'g'ri urg'u berdingiz. Haqiqatdan biz ayni vaqtda tuman yoki shahar hokimi qarorlarini bekor qilish bilan bog'liq amaliyot bor ma'muriy sudlar orqali. Demak, hokimni adashishi mumkinligi yoki noto'g'ri qaror chiqarib qo'yishi mumkinligi bilan kelishyapmiz. Ammo tergov organi xato qilmaydi degan vazir umuman raislari albatta yuqori lavozimda bir qancha idoralar misol qilib keltirdingiz. Demak, u yerda adashish mumkin va uni sud tartibida shikoyat qilib qarorni bekor qilish prezidentdan chiqish mumkin, ammo tergov organida bu narsani sud tartibida siz personal shikoyat ariza kiritishingiz mumkin, norozi bo'lib, ammo sud tartibida nizolashish amaliyotini hali ko'rmadim. Bitta misolni keltiraman. Toshkent viloyatida bir holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asoslar va arizani ko'rib ochig'i kulishimni ham yig'lashimni ham bilmadim. Birgina og'zimdan chiqqan gap shu bo'ldiki, biz yillab jinoyat ishini qo'zg'atishni uddasidan chiqa olmaymiz, qo'limizda bir dunyo dalil isbotlar bilan, ammo siz yarimta ariza bilan jinoyat ishi qo'zg'ab qo'yibsiz. Hazil qildikda, rotatsiya bo'lib Toshkent shahriga o'tarsiz balki ham deb hazil qildim. Ya'ni jinoyat ishini qo'zg'ash to'g'risidagi qaror sud tartibida shikoyat kiritib, uni bekor qilish masalasi ko'tarilmas ekan, u menimcha juda osonlik bilan yo qo'zg'atiladi, yo qo'zg'atishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Har ikkisi ham bahsli. Asos bor joyda rad etiladi, asos yo'q joyda qo'zg'atilyapti. Ammo har ikki holatda ham sud tartibida shikoyat berib, sudlash mumkin emas. Bir narsa shu o'rinda aytmoqchi edim. Mana kecha o'qidingizmi yo'qmi? Oliy sud tomonidan berilgan statistik ma'lumotlar chiqdi. Ya'ni bu yerda o'sha oqlov hukmlarining soni 25-yilda qancha oqlov hukmi bo'lgan, qancha ishlar ko'rib chiqilganligi, u yerda yuzlab oqlov hukmi chiqqanligi e'tirof etildi statistik ma'lumotlarda. Demak, bu yerda oqlov hukmi chiqqan bo'lsa, demak jinoyat ishi noto'g'ri qo'zg'atilgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Qo'zg'atish qarori noto'g'ri bo'lgan. Albatta. Demak, bekorga qilinmagandir bu-da. Sud hukmi demak oqlangan bo'lsa, oqlov to'g'risida sud hukmi chiqqan bo'lsa, demak tergovchi tomonidan jinoyat ishi noto'g'ri qo'zg'atilgan deb xulosa qilsak yoki farq qilsak bo'ladi. Ayni bu holat demak bizga haqli ravishda asos beradiki, tergovchining qarorini, prokurorning qarorini sud tartibida nizolash kerak ekan degan. Demak, bu taklif, bu bizning fikrimiz albatta-da, lekin bu katta institut deb o'ylayman, inson huquqlarini kafolatini ta'minlashda deb o'ylayman. Shubhasiz. Bu ham bir ham mavjud muammo haqida gapirdik va shubhasiz o'sha yechimini albatta xohlagan bo'lardik. Qaytarmiz shu mavzuga, ilmiy yondashib, chuqurroq o'rganib. Nima uchun mumkin emas va uni asoslari haqida. Bir podkast doirasida. Endi sud proseslarga qaytamiz, Davron aka. Qiziq holat haqida gapirib berdingiz. Sud prosesi davomida o'sha mobil uyali aloqa moslamangiz bir tajovuzga uchraganmi, nima bo'ldi? Sud tomonidan olib qo'yilmoqchi bo'lgan holatmi? Shu holatga ozgina to'xtalib o'tsangiz, chunki buni ham qaysidir ma'noda himoyaga nisbatan bo'layotgan, shaxsan o'zim himoyaga nisbatan bo'layotgan bir bilmadim, bosim debmi, izohlab bersangiz, nima bo'ldi o'sha sud jarayonida? Bu yaqinda bo'lgan shaxslarni yoki bo'lmasam aniq detallarini ochiqlamaymiz. Holatni tushuntirib beramizda. Bu shu oxirgi 2 oy ichida bo'lgan holat, ya'ni sud prosesida telefonim turibdi, yonimda turibdi. Yonimda emas ekan, o'rindiqda turgan edi telefon. Sud prosesi davom etyapti, savol-javob, men savol berdim opponentlarga, opponentlar menga savol berdi, sudya savol berdi. Shu vaqtda sudya o'zini yordamchisiga farmoyish berdi, advokatning telefonini oling dedi. Ya'ni meni telefonimni oling dedi. Sizni telefoningizni olib qo'yishni topshirdi. Farmoyish berdi, telefonni oling dedi. Menimcha bu endi yuridik tilda protsessual qonunchiligimizda farmoyish desa kerak. Farmoyish berdi. Sudya yordamchisiga telefonni oling dedi. Advokat telefoni, men hayron qoldim. Tushunmadim, dedim. Ikkinchi marta oling telefonni dedi. Kotib o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Men aytdim, hurmatli rais etuvchi, mening telefonim daxlsiz.
bu konstitutsiyaga zid bu harakatingiz. Advokatlar to'g'risidagi qonunga, advokatlik faoliyat erkinligi kafolatlar to'g'risidagi qonunga davlat bergan garantiya bor, kafolat bor advokatga nisbatan. Advokatni uyi, shaxsiy telefoni, yozishmalari, kompyuteri, sumkasi, mashinasi daxlsiz ekanligi ko'rsatib qo'yilgan qonunda. Davlat kafolatlagan, advokat bo'lsang, men kafolatlayman senga, advokat, qo'rqmasdan ishlagin, mana kafolatlar bor deb. Siz meni telefonimni olib qo'ymoqchisiz. Bu telefonimga tajovuz dedim-da. Ya'ni men bu narsani sud protsessida sudyaga aytishga majbur bo'ldim. Yo, siz oling deb, men bitta ko'rmoqchiman deyapti. Aytdim, ko'rishga ham haqqingiz yo'q telefonimni. Sizning qo'lingizda sanksiya bormi dedim. Faqatgina sanksiya bilan advokatning telefonini olib ko'rishingiz mumkin. Siz sanksiyangiz yo'q qo'lingizda, advokatning huquqlarini poymol qilyapsiz. Konstitutsiyaga zid bu harakatingiz deganimdan keyin sudya tushundiki, noto'g'ri qilayotganligini, bu harakati bilan advokatlik faoliyatiga advokatning faoliyatiga aralashishi deb o'ylayman, advokatni daxlsizligiga tajovuz deb o'ylayman bu narsada. Bu narsani aytganimdan keyin sudya tushundiki, bu masalaga qaytmadi. Ya'ni bu aynan bugungi kunda bo'lgan holat sud protsessida Toshkent shahrida bo'lgan narsa. Toshkent shahrida. Ya'ni bu meni telefonimda sudya olishga harakat qilgan holat. Adashmasam, sud majlisiga, sud binosiga advokatni telefon bilan kirish uchun taqiq mavjud emas. Yo'q. Telefon bilan kirishga ruxsat beriladi, ammo baribir telefon nima maqsadda olib qo'yilmoqchi ekanligini men tushunmadim. Kirishda ruxsat bor, ammo sud protsessida olib qo'yish bilan bog'liq farmoyishga nima sabab, nima asos? Qiziqmadingizmi hech? Yo'q, men telefoningizni ko'rmoqchiman dedi. Telefoningizni ko'rmoqchiman. Endi men u sudya aytgan so'zni boshqacha talqin qilmoqchi emasman, og'izdan chiqqan so'zi telefoningizni ko'rmoqchiman dedi. Yo'q, ko'ra olmaysiz dedim telefonimni. Chunki biza qonun bor. Bizning telefonimiz daxlsiz ekanligini kafolatlaydi. Sanksiya kerak bunga deganimdan keyin sudya bu masalaga qaytmadi, jim bo'ldi. Boshqa masala mavzuga o'tib ketdi. Ya'ni bo'lgan voqea mana shunday holat sodir bo'ldi amaliyotimda. Ya'ni qancha gapiramiz advokatning daxlsizligi, professional faoliyatga aralashish mumkin emasligi holati bo'yicha. Lekin bugungi kunda bo'lgan holatlardan bittasi. Tushunarli. Biz ham juda ko'p holatlarda shunga o'xshash vaziyatlarga tushamiz, ammo bu haqda nima uchundir gapirmaslikka qaror qilamiz. Balkim bu yagona holatdir. Bunaqa holat kamdan kam uchrardi, ammo tizimli ravishda agar bu holat yuz beradigan bo'lsa, bu haqda ham menimcha so'z ochish kerak bo'ladi. Masalan, men telefonda gaplashayotganim yo'q edim. Telefon turibdi, yuqorida aytdim, turibdi. O'rindiqda turibdi telefonim. Yoki stol ustidami, hozir esimda yo'q. Telefon turibdi telefonda foydalanganim yo'q. Bundan tashqari telefon bugungi kunda nafaqat bu aloqa vositasi, bu yerda sizning hujjatlaringiz, ish qurolingiz, Lexus axborotlar tizimi, internet, xohlagan ma'lumotingizni olasiz. Shu sud protsessi davrida qonunning kerakli moddasini ko'rib, sudga oldiga savol qo'yasiz, taraflarga savol qo'yasiz, hujjatlaringizni tekshirasiz, ko'rasiz. Bundan tashqari sun'iy intellekt mavjud. Advokatlar bugungi kunda juda katta yordamchi va boshqalarga undan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu ish quroli. Ish quroli albatta. Nafaqat bu telefon, aloqa vositasi. Undan foydalanish albatta kerak. Zarur. Telefon masalasi ko'tarildi. O'sha vaqtincha saqlash hibsxonasi EBS deyishadi. Aynan o'sha yerga telefon bilan kirish borasida tushunmovchilik yuz berdi. Toshkent shahrida bo'layotgan voqea va binoga kirishda telefonga to'sqinlik qilinmadi. Ichki ishlar vazirining buyrug'ini taqdim qildim, ya'ni telefon bilan kirish borasida ruxsat berilganligi. Keyinchalik etap bu vaqtincha saqlash hibsxonasiga kirishdi va aynan o'sha yerda bu masala yana ko'tarildi va telefon olib qo'yildi. Va menga Vazirlar Mahkamasini, albatta bu qaror raqami haqida men ushbu video ostiga yozib qoldiraman. Vazirlar Mahkamasini bugungi kunda kuchda bo'lgan qarori ko'rsatildi va u yerda aynan vaqtincha saqlash hibsxonalariga himoyachilar telefon yoki ma'lum bir o'sha planshet deymizmi, notebook bilan kirishi taqiqlanishi bilan bog'liq bo'lgan norma bor ekan va shunday bir samimiy munosabat bildirildi. Agar shu qaror yoki mana shu norma bekor bo'lgan taqdirda telefon bilan sizni kiritamiz. Ammo bugungi kunda bu qaror bekor bo'lmagan va kuchda. Men bu Vazirlar Mahkamasi qarorini o'rganib, u haqiqatan kuchdami, kuchda emas va haqiqatan vaqtincha saqlash hibsxonalari nazarda tutilganmi yo'qmi, bunga aniqlik kiritmoqchiman. Ammo telefon bilan bog'liq bo'lgan taqiqlar bor, yo'q emas.
Deylik, Oliy sud binosiga kirishda ham muammo bor. Oddiy misol, ariza topshirgani kirdim. Telefonni tashlab ketish so'rashdi. Garchi jiddiy sabablar bo'lmasa-da, men ortiqcha u yerda qo'riqlash xizmati xodimi bilan bahsga kirishmaslik uchun telefonimni joyiga qo'ydim. Maxsus yacheykaga qo'ydimda, kirdim ichkariga. Va ariza topshirayotgan vaqtim o'sha Oliy sud xodimi mendan aynan ish bilan bog'liq bir ma'lumotni so'radi. U ma'lumot qo'limda yo'q, u telefonda. Majbur bo'ldim navbatni tark etib, yana ko'chaga chiqib telefonni olib kelishga. Telefonni olib kelgunga qadar bu yerda bir dunyo odam o'sha xodimga murojaat qilishga ulgurgan va men yana kutishim kerak. Ya'ni bu ortiqcha ovoragarchilikni oldini olish uchun ham advokatga nahotki telefon bilan kirishga ruxsat berish qiyin bo'lsa, advokat qanday potensial xavf? Telefon bilan kirdim ham deylik. Nima xavf bor? Yana qarang, xavf bo'lsin ham deylik. Advokat o'sha huquqlarini, protsessual huquqlarini suiiste'mol qilayotgan bo'lsa, unga javobgarlik bor-ku. Siz kirdingiz, shu telefon bilan yozib qo'ygansiz, video tasvirga olish mumkin emas, foto olish mumkin emas deb. Olsangiz, kamera turibdi, javobgar qiladi, ikkinchi marta qilmaysiz. Yo'q, ma'muriy javobgar qilsin, palataga xat yozsin, etika komissiyasiga. Marhamat, aytmoqchi bo'lgani, buni yechimi bor-da. Total taqillagandan ko'ra-da. Qoidani buzganligi uchun. Kirib telefonda o'tirib, baland ovozda gapirib hammaga xalaqit berdingiz. U ham advokat etikasiga mos emas. Bu holatda, ya'ni siz bu holatda ham buzgan bo'lsangiz, yana javobgarlik bor-da, litsenziya xavfi turibdi-da. Siz bunaqa ishni qilmaysiz. Sizga foto olish mumkin emas, rasmga olish mumkin emas degan juda olmaysiz, chunki siz bilasiz, advokat sifatida etika qoidasini buzsangiz yoki belgilangan taqiqni buzadigan bo'lsangiz, javobgarlik kelib chiqadi advokatga nisbatan. Har bir advokat buni tushunadi. Agar bu talabni buzgan bo'lsa, marhamat javobgar qilishsin. Lekin total ravishda taqiqlab qo'yish bu qanchalik to'g'ri? Hozir to'g'ri urg'u berdingiz. Haqiqatdan agarda taqiqlangan xatti-harakatni amalga oshirganlik uchun javobgarlik bo'ladigan bo'lsa, unda nima uchun? Hozir men konkret Oliy sud misolida o'sha holatni tanqid ostiga olmoqchi emasman. Shunchaki advokatning telefon bilan kirishi xavf emas va u yerdagi ichki tartib qoida buziladigan bo'lsa, advokatga nisbatan chora ko'rish mumkin. Ya'ni belgilangan qoidalarga amal qilmasligi uchun kamida advokatlar palatasiga deylik qanaqadir taqdimnoma kiritish mumkindir. Ya'ni mumkin bo'lmagan harakatni amalga oshirganligi uchun agar jazo bo'ladigan bo'lsa, unda nima uchun taqiqlash kerak? Mana hozir yaxshi misol keltirdingiz. Men shu arizamni isbot qanaqadir shu arizaning doirasida hujjatni olishga majbur bo'ldim telefonimdan dedingiz. Chiqishga majbur bo'ldim tashqariga. Endi advokat aytmoqchi bo'lgan advokat shu odil sudlovni amalga oshirishga ta'minlashdagi bir subyekt-da. Sud ham subyekt, tergov organi ham subyekt va uchinchisi advokatda. Nega biz shu subyekt bo'ladigan bo'lsak, shu telefon bilan kirib, shu Oliy sud xodimiga ham yordam berib, shu hujjatni topib ko'rsatib, ishni tezroq bitirishga, tezroq adolatni ta'minlashga yoki haqiqatni amalga oshirishga ko'maklashadigan shaxs bo'lib turgan joyimizda nega endi bu instrumentdan foydalanmashimiz kerak? Hozir aytganingizdek, oqilona bo'lish kerak har bir taqiq. To'g'ri, haligacha men bir tayinli javob eshitmaganman qo'riqlash xizmatidan. Nimaga, qaysi hujjatga asosan javob ola olmaganman. Endi bahsga kirish hozir bilmayman holat qanaqa, chunki Oliy sud rahbariyati bilan advokatlar o'rtasidagi uchrashuvda va'da desam xato bo'ladi-yu, bu masala ko'rib chiqilishi aytilgan edi. Ya'ni advokatlar kesimida binoga telefon bilan kirish. Hozirgi kunda ayni vaqtda vaziyat qanaqa bilmadim, chunki Oliy sud binosiga yaqin orada bormadim. Agar hech narsa o'zgarmagan bo'lsa, demak bu masala yo ko'tarilmagan, yo ko'rib chiqilmagan, yo hali munosabat bildirilmadi. Ammo istardikki, haqiqatdan ham siz aytgandek advokatlarga, advokatura o'sha advokatlar hamjamiyatiga aynan o'sha inson taqdiri, inson huquq manfaatlari yo'lida xizmat qilayotgan alohida subyekt sifatida tergov, sud va advokat. Ya'ni tenglik prinsipi bizga nisbatan ham amal qilishi kerak. Ya'ni u formal emas, u o'sha amaliyotda ham ko'zga ko'rinishi kerak. Siz bilan biz uni o'z tanamizda his qilishimiz kerak. Ana o'shanda menimcha mana bunday podkastlar, mana bunday tizimli muammolarga hojat qolmaydi. Biz faqatgina ana shu ishlar amalga oshganligi va to'laqonlik, o'sha tenglik prinsipi asosida to'laqonli subyektga aylanganimiz haqida shaxsan o'zim iftixor bilan gapirishga tayyorman. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, inson huquq manfaatlarini himoya qilishda bu biroz to'siq bo'lyapti. Buni ochiqchasiga aytishimiz kerak. Chunki xudo behudaga nimadir tanqid qilish odatim yo'q. Konstruktiv tanqid bo'ladigan bo'lsa, bu qo'llab-quvvatlanadi va biz bugun siz bilan menimcha amaliyotda mavjud holatlar haqida gaplashdik. Va takliflar. Va takliflar berildi. Bizning nazarimizda.
Ha, chunki bu o'ziga xos message. Mana shu podkastimiz soha vakillari, hamkasblarimiz tomosha qilishadi. Bu o'ziga xos message. Ya'ni biz nimadir demoqchi bo'ldik va uni aytishga harakat qildik. Albatta hech kimni sha'ni qadr-qimmatiga qanaqadir zarar yetkazmagan holda mavjud muammolar haqida suhbatlashdik. Davronaka bugungi suhbatimiz reglamentiga kiritilgan mavzu atrofida siz bilan gaplashdik. Podkastimiz doirasida sizni, meni va umuman biz bilgan ayrim advokatlarimizni qiynayotgan masalalarni ko'tarishga harakat qildik va o'sha holat yuzasidan qanaqadir yechim berishga urindik. Suhbatimiz so'ngida, mana shu suhbatimiz bugungi mavzu doirasida nima deya olasiz? Bugun siz bilan professional faoliyatimiz doirasidagi ayrim muammolar haqida gapirdik. Ularning yechimi yoki ularni yechim topishi bizga nima beradi pirovard yakunda? Albatta bu biz ko'targan masalalar yechim topilishi bu albatta inson huquqining tiklanishiga va tadbirkorlarni biz nafaqat fuqarolarni himoya qilamiz, tadbirkorlarni himoya qilamiz. Agar tadbirkorlarni huquqlarini tiklaydigan bo'lsak, ularning huquqlari kam buziladigan bo'lsa va huquqlari lozim darajada o'z vaqtida himoya bo'ladigan bo'lsa, albatta bu iqtisodiyotimizga katta ta'siri bor. Tadbirkorlar soni ko'payadi, ishlab chiqarish ko'payadi, soliqlar ko'p tushadi, davlatimizga, xalqimizga har doim yaxshi. Ya'ni bizani qilgan ishimiz ham albatta qaysidir ma'noda iqtisodiyotimizni oldinga olib chiqadigan bir holat deb o'ylayman, instrument. Bu ham biz bu advokatura ham buni bir qismi. Albatta. Busiz ilgari surilish bo'lmaydi. Tushunarli. Hurmatli kuzatuvchilar, siz maxsus podkast loyihasining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Bugun hamkasbim Paralegal xalqaro advokatlik firmasi advokati Davron Ahmatov bilan aynan professional faoliyatimiz davomida biz duch kelayotgan ayrim masalalarga atroflicha to'xtaldik va ushbu holatlarni bayon qilish barobarida bu borada yechim taklif qilishga harakat qildik. Inson huquq manfaatlari, inson qadri birlamchi bo'lgan jamiyatda albatta himoyaga ham alohida urg'u berilishi kerak va u mustahkam zvenoga aylanishi kerak. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'linglar.